Bir paytlar nabiralarim qo'liga 100 ming, 200 ming o'ylamasdan berib yuborardim. Hozir 100 ming pulga kun ko'rishim kerak. Birpas to'xtanglar. Mana. To'xtanglar. Sizlarga tushlikka pul beraman, xo'pmi? Qorninglarni to'g'risib yuringlar. Rahmat. Xo'pmi? Mana senga. Ha. Sen rahmat demaysanmi? O'zingizni pul emas-ku. Dadam pulni beryapsiz-ku baribir. Voy, Yur ketdik. voy zumrashay. Voy tavba. Qani o'tiringlar, choy ichib olinglar. Qorimiz to'q, ichmaymiz. Iye. Qanaqasiga to'q bo'ladi? Kechqurundan ishlar sevmadilaring. Meni ham choy ichgim kelmayapti. Voy, xudoyim. Bizni zo'rlavermang. Pul bering, maktabda narsa olmaymiz. Ha? Bo'pti. Voy, ma. Bu yana 100 ming bering. Ha? Nimaga? Qarzim bor edi. Iye. 100 ming sizlarga yetyaptimi? Sinimga ham qo'shib olaman. Nima qilibdi buvi? Bizdan pul qizg'anmay. Ha? O'zi aytgandingiz-ku, dadang puli ko'p deb. Voy, voy. Dadamni pullari ko'p deb o'zingiz ishlaturmang. Voy qaqildog'im, ey, qaqildog'im. Bizga ham bering. Bo'pti, boshqa qarz olmaga, xo'pmi? Rahmat. Rahmat. Xayruljon. Voy, qaqildoqlar, ey. Nimaga zor bo'lsang, shunda qadrini bilarkansan. Bu 100 mingga hech kun yasholaman. Endi qachon bolam qamoqdan chiqarkan? Qaraganimda bunchalik xor bo'laman deb o'ylamagandim. Bu menga jazom yoki sinov, hammasiga shu latofat aybdor. Kafan gado qilib ketdi yaramas. Ko'rasan, hali sendan bir kun o'chimizni olamiz. Qilgan ishlari uchun javob berasan. Endi ishlamasam bo'lmaydi. Kim meni boqadi? Dorilarimni kim olib beradi? Sal o'zimga kelib oling. Biron joydan ish topaman. Hammasi jonimga tegib ketdi. O'z asabiylashib turibman. Bular ataylab og'riq joyimga tegyapti. Oyi, men hammasini eshitdim. Yaxshi eshitgan bo'lsang, men nima qilishim kerak? Shunaqa ham odam bo'ladimi? Men shallaqaman desam, mendan 10 barobar o'tgan ekan. Ish qilib ko'chadagilar eshitmagan bo'lsa bo'ldi. Buvimlar ham eshitdi menimcha. Ey, quloqlari yaxshi eshitmaydi. Oyi, endi nima bo'ladi? Bo'ldi. U yigit senga uylanishdan bosh tortdi, tondi. Tamom. Umidingni uz. Meni aldagan ekanmi? Ha, aldagan ekan. Sendan foydalanibdi. Endi kerak emas buyumga o'xshab tashlab ketdi. Shunaqa bo'lishi aniq edi. Lekin buni men shundoq qo'yib qo'ymayman. Hali javob beradi. Menga qara. U bolani senga yozgan SMS'lari bormi? Ha? Tezroq och. Keyin menga yuborib qo'y. Ha? Tinchlikmi? O'chirib yuboribdi. Nimaga kecha bularni saqlab qo'ymading? Men bilmagandim. Uf, sen o'zi nimani bilasan? Nimani? Keling, opa. Opa, keldingizmi? Xo'p, bolalar maktabga ketishdimi? Ha, o'zim borib qo'ydim. Yaxshi. Opa, anu bolalar kim?
Dugonamni bolalari. Rosayam bir odobsiz bolalar ekan. Tarbiyasiz. Onasi ularni tarbiyalash uchun mana shu yerga olib keldi. Aslida ular o'ziga to'q xonadon egalari. Bolalari uchun soxta qiyinchilik yaratib berishyapti. Bilmadim-ku, lekin bu bolalar o'zgararmikin, opa? Yo'qchilik hammani tarbiyalaydi. Balkim. Opa, sizga kofe tayyorlab beraymi? Mayli, issiqqina bo'lsa jon derdim. Xazon rezgi boshlandi. Havo salqin bo'lganda odam issiqqina nimadir ichgisi keladi-da. Hozir men suv qo'yganman. Tozalovchilarni ham ishi rosa ko'payibdi-da, opa. Ko'paydi. Qazonlar to'kilib, hamma yoq oltin rangga kirganda onamni eslayman. Mana shunaqa kuz kunlarda onam rezina shippakda ishga ketardilar. Oyi, paypoq kiying desam, meni eshitmasdilar. Axir men ham unda yosh bo'lganman. E'tiborsizlik qilganman. Sho'rli onam oyoq og'rig'i ottirib olganlar. U revmatizmga aylandi. Havo bulut bo'lib yomg'ir yog'sa bo'ldi. Onam sho'rlik og'riqdan azob chekardilar. Har kuz kelganda onamni og'riqdan dodlashlari ko'zimning oldiga keladi. Shunaqa gaplar. Opa, yaringizni tirnab qo'ydimmi? Nega? Axir men onamni eslamagan yoki olmagan kunim yo'q. Har bir qadamimda ularni eslayman. Birga o'tkazgan kunlarim yodimga tushaveradi. Odamda xotira bor ekan. O'lganlar hamisha tirik. Men ham oyimni sog'indim. To'yimni ko'rmayotgan onamni eslab, siqilib ketyapman, opa. Oyi sizni ko'rib juda ham xursand bo'lgan bo'lardilar. Mayli. Men ishga borishim kerak. Hozir opa, kofe ichib keting. Hozir. Xo'p. Oyi, sadoqatni men unaqa alamzada. Shuni men o'zimga o'xshataman. Qizim, bu yerda ishlaydigan har bir ayolning o'z taqdiri bor. O'z hikoyasi bor. Ko'cha supurishga o'z-o'zidan kelib qolmagan ular. Mana shu yerga kelib ular dardini, tashvishini unutishadi. Bir pas hazillashib yengil tortishadi-da, qizim. Lekin borib suhbat qilsang, ichi to'la dard ularni. Sadoqatda ham hech kimga ayta olmaydigan dardi bo'lsa kerak. To'g'ri, oyi. Axir odam o'zidan o'zi shunaqa bo'lib qolmaydi-ku. Ha, qizim. Hech qaysi odam o'zidan o'zi yomon bo'lmaydi. Uni yomon bo'lishiga kimlardir sababchi bo'lishadi. Oyi. Demak siz shuning uchun hammani ko'ngliga qarar ekansiz-da. Oy. Ha, qizim. Bu yerda ko'ngli yarimlar ishlaydi. Mehrga zorlar. Shirin gapni gadolar ishlaydi. Shuni esingdan chiqarma. Xo'p. Men buni shunda qoldirmayman. Nima qilasiz, oyi? Men bolamni xo'rlatib qo'yadigan ayol emasman. Hamma qilgan ishlar uchun javob berish kerak. Tur, ketamiz. Qayoqqa, oyi? Bitta joyga borib kelamiz. Oyi, yana urush janjal qilasizmi? Yo'q, endi men bular bilan qonuniy gaplashaman. Hozir kiyinib chiqaman. Yaramaslar.
Qo'rqoq. Oldin musht ko'tarar deb bekorga aytmaydilar. Uyimga kelib hali janjal qilib ketyaptimi? Qo'shnilarni oldida meni obro'yimni to'kmoqchi bo'ldi-ya. Ha, oyi, rosa baqirdi-ya. Juda shallaq xotin ekan. Men unga shallaqalik qilishni ko'rsatib qo'yaman. Hali shunaqa qilamanki, eshigimni tagiga kelib yalinib kechirim so'raydi. Ketdik. Xola, joylashib oldingizmi? Endi ishdan javob berishdi. Mana bu mendagi kalitingiz. Voy, rahmat bolam. Bu uyga kelmaganimga ham necha yildan oshdi-ya. Men kecha tozalatib qo'ygandim. Tavba. Hech nima o'zgarmabdi-ya. Qilt etmay turibdi. Ha, faqat odamlar o'zgarar ekan. Men qanaqa ayol edim-a? Kuch-quvvatga to'lgan, o'g'limni masabiga karilagan, o'zimga ishongan edim. Voy, yarim kechasi qayoqqa ketyapsiz? Ha, ishim bor edi, bitirib kelishim kerak. Yarim kechasi qanaqa ish bo'lishi mumkin? Nima, oyijon? Men sizga har bir qadamim haqida hisobot berishim kerakmi? Shu uyda turganingizdan keyin albatta hisobot berasiz. Xo'p. O'g'lingiz hozir qayerda? Yarim kechasi qanaqa ish bo'lishi mumkin? Tavba. Erkak kishi ko'chaniki, xolisi uyga keladi, xolisi ishga boradi. Nimaga meni tergaysiz-ku? O'g'lingizdan qayerda yurganini so'ramaysiz? Voy, o'g'lim ishda. Men buni aniq bilaman. Men esa haqiqatda qayerdaligini bilaman. Hech qanaqa ishda emas. U Shahloni uyida. Siz hali o'g'limni orqasidan poylab yuribsizmi? Yo'q, shunchaki bilganimni aytyapman xolos. Mayli oyijon, yaxshi o'tiring. Zerikmang, xo'p? Uzoq 2 soatda qaytaman. Ey, ovora bo'lmang. Eshikni qulflab qo'yaman. Ko'chada qolasiz. Mayli. Qo'shnilar uyga kirgizar. Ular ham bilsin. Meni jondan aziz bo'lgan qaynonam qanaqaligini, a? Yaxshi o'tiring. Tavba. Ilon, oq ilon. Oq kiyimli o'l. Mana. Endi esa dardman bir kampirman. O'g'lim ham qamoqda. Hech narsamiz qolmadi. Na pulimiz bor, na obro'yimiz. Bilib bo'lmaydi ertaga nima bo'lishini. Men kelinni yengdim deb o'ylagandim. Afsus. Afsus adashibman. U meni yengibdi-ya. Bu uy o'zingizlarnikimi? Ha, bu uyni ham Nozim Tolipovich olib bergandi. Subsidiyaga. O'g'limni to'yiga. Yangi kelin kuyov uchun. Mana. Endi bizga faqatgina shu qoldi. Buni kinoya bilib qolmasinlar. Bo'lmasa yana olib qo'ymasinlar. Yo'q, buni ola olmaydi. Chunki bu uy biz nomimizga olingan yagona uy. Tushunarli xola. Siz yotib turing, men ovqat olib kelaman. Mayli.
Oyi, bu qanaqa joy? Ekspertiza. Bu nima degani? Aybdorni isbotlab beradigan joy. Tekshiruv o'tkazadi. Nima? Meni tekshirishadimi? Tekshiradi. Oyi, men qo'rqyapman. Menga qara jim tur. Assalomu alaykum, kechirasiz. Va alaykum assalom. Sizdan bir narsa so'ramoqchiman. Xo'p, so'rang. Men qizimni tekshirtirmoqchi edim. Nima bo'yicha tekshirtirmoqchisiz? U homiladormi yoki homilador emasligini bilmoqchi edim. Mana bu xonaga kiringlar, o'sha yerda analiz topshirasizlar. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Sizlarga nima kerak? Qizimni olib kelgandim. Келinglar. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Девочки, тоже садитесь, пожалуйста. Вы когда-нибудь здесь были? Лицо очень знакомое. Yo'q, men bu yerga kelmaganman. Birinchi marta kelishim. Может быть, я ошиблась? Balki. Menga shu qizimni tekshiruvdan o'tkazib bering, xo'pmi? Вы в кассу деньги платили? Yo'q, hali. Сначала заплатите, а потом сделаем проверку. Unda bo'lmasa to'lab kerak, xo'p? Хорошо. А дочка пускай посидит. Sizga nima kerak? Qizimni olib kelgandim sizga, opa. Shu qizimni tekshirib bering. Bugun maktabda bir yigit bilan tutib oldim. Sharmanda. Endi buni kimga uzataman, kim oladi bilmayman, opa. Sharmanda qilmasda qizga qarash kerak edi. Doim qarayman, nima qilay? Ha, uyda bog'lab o'tira olmayman-ku buni. Bo'pti. Ichkariga kiringlar. Kir. Kira qolinglar. Ну что нужно вам написать? Nima? Справка вам нужна? Yo'q. Yo'q. Men o'zim uchun olib keldim. Тогда вашу дочку срочно надо отдать замуж. А то скоро у вас родится внучок. Nima? Да? Поэтому надо за дочкой смотреть. Внимательно. Дочка, я узнала вашу маму. Она тоже приходила ко мне на прием. Но она меня не узнала. Я всех пациентов знаю. Ничего не изменилось. Тебе сколько лет? 17. 17 лет тому назад она приходила ко мне на прием. Nima? Да. Только это между нами, это секрет. Никому не говори. Хорошо? Keling. Assalomu alaykum, yaxshi keldinglar. Yaxshimisiz? Gulruh singiljon, siz yaxshimisiz? Rahmat kene. Ko'rib turibsiz, soppa-sog'man, yaxshiman. Iloyim yaxshi bo'ling. Akam rozi bo'ldilarmi ishlashingizga? Meni bilasiz-ku, ko'ndiraman. Ha, siz akamni ko'ndirishga ustasiz. Shunga yo'q deyolmadilar. Mayli, ishlang. Ish qilib qiynalib qolmasangiz bo'ldi. Nimaga qiynalar ekanman? Endi o'zim aytdim qo'ydim-da. Opa, men nima qilay? Siz mana bu yerda o'tirib, bichilgan ko'ylaklarni tikasiz. Menchi? Siz mana shu ishingizni davom ettiravering. Xo'p. Keling.
Ishni boshlanglar, qizlar. Вы можете его отдать в суд. Ага. Тогда все раскроется. Rahmat. Справка почти уже готова. Endi mendan qutulib bo'lsinlar. Hali senlarga ko'rsatib qo'yaman. Ее парня тоже надо проверить. Albatta tekshiriladi. Militsiya olib ketsa, shunaqangi bo'yniga oladiki, meni qizimni o'yinchoq qilishni ularga ko'rsatib qo'yaman. Вот вам справка готова. Можете идти. Rahmat. Не за что. Судьба повторяется. У них с дочкой одинаковая судьба. Это проклятие или ген. Иногда даже наука не может найти на этот вопрос. Qachongacha bolalaringiz bilan shunaqa yurmoqchisiz? Bilmadim. Lekin yolg'onlardan o'zim ham charchadim. Balkim bolalaringizga bunaqa rol o'ynashning keragi yo'qdir. Lekin boshqa hech qanaqasiga ularni tarbiyalay olmayapman. Siz yaxshisi o'z ishingiz bilan shug'ullaning. Ish bilan band bo'ling. Shunda bolalaringiz ham sizni tushunishadi. Ichingizdagi latofat kabi bo'ling. O'zingiz istagandek yashang. Bolalar uchun o'zingizni qiynashingiz kerak emas. Lekin men ularga ishim yo'q. Qiynalyapman. Pulim ham yo'q deb qo'yganman. Mana shu botqoqqa qanday kirgan bo'lsangiz, shunday chiqasiz. Avval ishga kirdim deng, keyin pul berishdi deb yangi uyga ko'chasiz. Keyinchalik o'zingiz uyingizga qaytasiz. Bolalarim yana to'kin hayotga o'rganib qolishsa nima bo'ladi? Hech qachon bolalarni yolg'on bilan tarbiyalab bo'lmaydi. Ular yolg'onni kechirishmaydi. Bolalarga yolg'on emas, mehr kerak. Ular bilan shunchaki ko'proq vaqt o'tkazing. Bo'ldi. So'zlaringizda jon bor. Undan tashqari jazolash bu yechim emas. Uchastkaga qaytsakmigina? Yo'q. Menimcha boshqa kvartira olganingiz ma'qul. Juda hashamatli ham bo'lmasin. Juda oddiy ham bo'lmasin. O'rtacha bo'lsin. U yerda oddiy turmush kechiring. Menga yordam bera olasizmi? Shunaqa kvartira topishga. Albatta yordam beramiz. Mana Said ham bo'sh yuribdi. Uni jalb qilamiz. Qonni ochdimi? Hozir biror joyga borib nimadir yeymiz. Nega menga bunday qarayapsan? Oyi, menga hech narsa aytmoqchi emasmisiz? Nimani aytishim kerak? Sizni doktor xotin tanidi. Uni aytyapsanmi? U bir kampir bo'lsa, kimdirga o'xshatgandir-da. Yo'q. Oying 17 yilcha avval menga kelgan dedi. Shunda menga homilador bo'lganmisiz? Dadam doim shuni gapiradilarmi? Oyim bir marta ko'rib meni sevib qolgan, maktabni bitirmasdan turib to'yimiz bo'lgan dedilar. Shunaqami? Shunaqa gaplar bor. Ularni gapira olmaysan. Faqat yurak tubida ko'mib qo'yasan. Menga ham ayta olmaysizmi? Yo'q.
Lekin shuni bilamanki, men qilgan xatoni sen ham qilding. Shuning uchun seni tushunyapman. Chunki meni ham boshimdan o'tgan. Onalarning taqdiri bolalarda takrorlanadi deb shunga aytishgan ekanda. Balki men nima bo'lishini bilmayman. Ammo men bir paytlar bir past marazga ishonib aldanganman. Gulnora, men senga uylanaman. Aldamang. Yo'q, rostdan. Bugun kechga vaqting qanaqa? Oyim bugun to'yga ketadilar. Men uydan chiqa olaman. Maktabning orqa tomoniga kela olasanmi? Ha, kela olaman. Seni hozir olib ketsam-chi? Yo'q, darsim bor-ku. Nima qilibdi darsing bo'lsa, o'rtoqlaring aldab borishadi. Zo'r joy ochilgan. O'sha yerga olib boraman. Birga o'tirardik. Mayli, menga nima olib berasiz? Nima desang shuni olib beraman. Mayli, ketdik bo'lmasa. Shunda men dadam kim oyi? Menga bunaqa savollar berma. Dadamni aldiganmisiz? Majbur bo'lganman. Oyim bilib qolganlardan keyin Umaras Rossiyaga qochib ketgan. Biz hech nima qila olmadik. O'sha paytda dadangga qiz qidirishayotgandi. Oyimni dugonasini ishga soldik. Marg'ubani qizi bor. Sovchilikka boring deb odam qo'ydirdi. Dadangdan sovchi kelgan payt rozilik berganmiz. Keyin esa 20 kunda to'y bo'lgan. Shuning uchun men 7 oyli bo'lib tug'ilganmanmi? Shunaqa. Hech kim bilmaganmi? Yo'q, bilmagan. Hammasi sir bo'lib qolgan deb o'ylagandim. Shuncha yil o'tib, bu sirlar yana qayta ochildi. Lekin men buni shundoq qo'ymayman. Yoki bu yigit senga uylanadi, yoki uni qamataman. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, men Guldasta dastavka qilmoqchi edim. Xo'p, bemalol. Qayerga, qanaqa gul? Instagramga qo'ygan ekansizlar-ku, ko'k buketlik, chiroyli gul. Ha, bo'ldi. Kattasidanmi? Ha, o'shandan. Ha, faqat ichiga qog'oz yozib solib qo'yish kerak. Xo'p bo'ladi. Ha, nima deb yozish kerak edi? Unda men sizga hozir Telegramdan lokatsiya yuboraman. Va ichiga nima deb yozish kerakligini ham yozib yuboraman. To'lovini kartadan qo'raman. Mayli, xo'p. Xo'p, hozir yozib yuboraman. Bunaqa tikilmaydi. Menga bering. Hamma yog'ini boshqatdan so'kasiz-da, tikasiz, xo'p? Nimaga boshqatdan? Mana qarang. Ko'ryapsizmi? Chunki choklaringiz qiyshiq, bir xilmas. Xaridorlar eng birinchi bo'lib chokiga qaraydi. Ichida ko'rinmaydi, hishlar siqmaydi. Qiladi. Bu sifat degani. Menga bunaqa tikishingiz yoqmayapti. Mayli, unda boshqatdan tikaman. Aha. To'xtang. Baribir qiyshiq tikyapsiz. Qarang. Mana. Voy, nega chiroyli chiqyapti-ku? Eplolmayapsiz. Ko'ring, siz shoshmasdan buni tikishingiz kerak. Qiyshig'i bo'lyapti hammasi, qarang. Qayerdir kalta, qayerdir qalinroq. Gulroq tikkan ko'yligingiz berib turing. Hop.
Mana qarang, ko'ryapsizmi? Bir tekis. Hech qayeri qiyshiq emas. Ko'ryapsizmi? Professional tarzda tikilgan. Biz endi professional emasmiz-da. O'rganish kerak, mana. Bunaqa tikishda bo'lmaydi. Gulruh, ushlang. Kenayizga o'rgating. Xuddi sizdek tiksinlar. Xo'p, o'rgataman. Siz o'rgatsangiz-chi, Gulruh emas. Axir meni vaqtim yo'q. Ishlarim ko'p. Gulruh o'rgatsa nima qilibdi? Aytib qo'yay. Ishda oilaviy ginalarni unutish kerak. Ishmi ishlash kerak. Bo'lmasa bu yerda joy yo'q. Yo'q, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Gulruhga og'irligim tushmasin degandim. Unga og'irligingiz tushmaydi, xavotir olmang. Tikishni davom ettiring. Siz qayta mana buni hammasini so'kib, keyin tikasiz. Xo'p. Shu tasqari o'rgatarmish menga. Bu professional, biz tikishni bilmas ekanmiz. Hali ko'ramiz. O'rtanglarga bir sovuqchilik tushib, yuz ko'rmas bo'lib ketinglar. Shunda ko'ramiz kim professionalligini. Gulruh, menga tikishni o'rgatib borasizmi? Qarang. Mana bu yerini to'g'ri oling. Shundaymi? Ha. Yaxshi borib keldingizmi? Yaxshi emas. Ishongan ishchimni qabrga qo'yib kelyapman, u yaxshi bo'larmidim. 3 yosh bolasi shumshayib yetim bo'lib qoldi. Seni boya bergan savolimga javobing shubhali ko'rindi. Tushunmadim. Qanaqa savol? Sen kompotga biror narsa qo'shib bermaganmiding dedim. Nimaga siz menga takror mana shu savolni beraverasiz? Men nima qo'shib berishim mumkin? Keyin meni qo'limda bunaqa ishlar kelmaydi. Seni qo'lingdan hamma narsa keladi. Balki meni o'lishimni xohlagandirsan. Rejang o'xshamay qoldi, ha? Nega unaqa deysiz? Tavba deng. Men qotil emasman. Men borgan sari senga ishonmay qolyapman. Borgan sari sendan nafratlanyapman. Bilaman. Bilaman men buni. Sizga faqat o'sha qizingiz bo'lsa bo'ldi. Bilsang bo'pti. Jim yur. Sen hali meni nimaga qodirligimni bilmaysan. Tushunmadim. Nima qila olasiz? O'shanda tushun olasan. Buni bir nima qilish kerak. Ketkazish kerak yoki Ha, siz xursand emasmisiz? Nimaga qovog'ingizni yuvib turibsiz? Voy, xursandman. Kenayam meni baxtli bo'lishimni xohlamaydilar. Qo'limda kerakli hujjatlar bor. Hozirgina bor. Ekspertizadan o'tib keldik. Bilasan, men nimadan qattiq qo'rqaman? Yo'q, nimadan? Qariganda yolg'iz qolishdan, hech kimga kerak bo'lmaslikdan qo'rqaman. San qotillikka zakatchilik qilgansan, to'g'rimi?
Nima bola, ko'chada quloqlaring bormi? Ha, bor. Xotiningni o'ldirmoqchi bo'lgansan. Bu yaxshi emas. O'z xotinini o'ldirish gunoh. Xola nabirangizdan xabar olay deb kelgandim. Ha, Maktabdanman. hop, keling. Bir haftadan beri maktabga kelmaydi. O'zi davomatida ham tushib ketgan.